Chidolmayman, gapirib yubordim. Hozirgi Instagram juda tang ahvolda. Chunki juda ham bachkana videolar trendga chiqib ketmoqda. Keyingi safar deyman, baribir undan ham battar videolar chiqib kelyapti. Shuning uchun O'zbekiston blogerlariga, umuman O'zbekiston xalqiga murojaat bilan chiqyapman. Iltimos, videolar saviyasini ko'taringlar. Bunaqa sayoz ma'noda video olsak, bekor vaqtimiz ketyapti, umrimiz ketyapti. Shuning uchun kelajak avlodga ma'noli narsa qoldirishga harakat qilinglar. Iltimos, yengil-yelpi narsalar vaqtimizda olgani qolyapti xolos. Undan ko'ra ma'naviy, ma'rifiy inson bir qanday umr kechirish kerak, shuni mavzuni olib chiqinglar. Mana zo'r g'oya beryapman. O'zim deysizlar, lekin o'zim hech narsa qila olmayman. Birlashsak biz juda katta kuchimiz. Ya'ni yengil saviyali video oladigan blogerlarga bu murojaatim albatta yetib boradi degan umiddaman. Hammamiz yaxshi yo'lda birlashaylik.